Assalomu alaykum Avtotime obunachilari. Bugungi obzorimizda Malibu XL. Malibuning pokoleniyasi bor ekanki, XL vidini havas qiladi. Malibuimiz 23-yil ishlab chiqarilgan. Kraskasi absolutno toza. Mashinamizga qilingan ishlardan 4 ta yaxshi yumshoq blonlari bor. Tanlov ko'rsatnomasi bor, yaxshi kovriklari bor. Mashinamiz holati a'lo darajada. Beskulch va dostlari bo'ladi, slipoz zonalari. Abduf, abagreflari bor. Full pozitsiyasi hisoblanadi. 419 millionligi. Chizilgan, ko'ngilni xira qiladigan joylari yo'q. Bosib o'tgan masofasini o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Bunaqa probyektdagilar hozir juda topish qiyin bo'lib turibdi hozirgi kunda. Salon holati a'lo darajada turibdi, o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Bizning mashinalarimiz, xudo xolasa, hammasi ideal. Ideal deganimiz kelib ko'rsangiz, haqiqatan sizni idealingizdan ham afzalroq bo'lib chiqadi inshaalloh. Xijolat qildirib qo'ymaydi. Polirovkalari ham cho'tka turibdi. Bunaqa qulay va arzon mashina o'tkazib yubormaslik uchun Telegram, Instagram, YouTube kanallarimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Malibu XL qidirib yurgan do'stingizga jo'natib qo'ying. Yaxshi niyat qilganlar like bosib qo'yasiz. Sizlarga ham nasib qilsin. Malibuimiz narxiga keladigan bo'lsak, Malibuimizning narxi $28 ming. Bunaqa qulay mashina o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang.